Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi ma'ruzamizni mavzusi real vaqt operatsion tizimlari. RTOS deb qisqartirsak bo'ladi, ya'ni inglizcha atamasi Real Time Operating System. Bugungi mavzu bizning real vaqt tizimlari kursimizdagi juda muhim mavzulardan biri hisoblanadi, chunki oldingi ma'ruzada biz real vaqt tizimlarining o'zi nima ekanligini, deadline, ya'ni vazifaning oxirgi bajarilish vaqti hamda reset worst case execution time, ya'ni vazifaning eng yomon holatda bajarilish vaqtini ko'rib chiqqan edik. Bugun esa savolni boshqacharoq qilamiz. Bu vaqt talablarini amalda qanday bajarish mumkin? Ya'ni bizda vazifa bor, uning deadline'i bor, biz uning qancha vaqt ichida bajarilishi kerakligini bilamiz. Lekin protsessorda bir vaqtning o'zida bir nechta vazifa mavjud bo'lsa, qaysi biri birinchi ishlaydi? Qaysi biri protsessorni oladi? Qaysi vazifa kutadi? Agar yuqori prioritetli vazifa kelib qolsa, hozirgi vazifa nima bo'ladi? Ikki vazifa bir xil resursdan foydalansa, ular qanday qilib bir-biriga xalaqit bermaydi? Mana shu savollarning katta qismiga javob beradigan dasturiy poydevor RTOS, ya'ni real vaqt operatsion tizimlari hisoblanadi. Bugungi ma'ruzada biz RTOSni ichki tuzilishini ham ko'rib chiqamiz. Avvalo RTOS nima ekanligi, oddiy operatsion tizimdan farqlab olamiz. Keyin RTOS yadrosi qanday tashkil etilganini ko'ramiz. Shundan keyin eng asosiy tushunchalardan biri task, ya'ni vazifa tushunchasiga o'tamiz. Vazifa qanday holatlarda o'tadi, qachon ready bo'ladi, qachon running bo'ladi, qachon blocked holatiga o'tadi. Keyingi muhim mexanizm context switch, ya'ni kontekst almashuvi. So'ngra scheduler, ya'ni rejalashtiruvchi qanday qaror qabul qilishini ko'ramiz va ma'ruzaning eng muhim amaliy jihatdan qiziq qismlaridan biri priority inversion, ya'ni prioritet inversiyasi bo'ladi. Oxirida esa real tizimlardan ishlatiladigan mashhur RTOSlarni VxWorks, QNX, FreeRTOS, Zapier va Linux Preempty'larni taqqoslab ko'rib chiqamiz. Shuning uchun bugungi ma'ruzani faqat nazariy mavzu deb qaramang. Bu mavzu keyingi ma'ruzalarimiz uchun texnik asos bo'ladi. Keyinchalik rejalashtirish algoritmlari, resurslarni bajarish va real vaqt tizimlarini matematik tahlilga o'tganimizda bugun o'rganadigan tushunchalarimiz doimo qaytib keladi. Demak, bugungi asosiy savolimiz RTOS qanday qilib tizimga tez ishlash emas, balki kerakli vaqtda ishlash xususiyatini beradi degan savolimizga bugungi ma'ruzamizda javob izlaymiz. Demak, endi bugun ma'ruzamizni umumiy rejasini ko'rib chiqamiz. Bugun 5 ta katta masalani ko'rib chiqamiz. Birinchisi RTOS tushuncha va vazifalari. Bu yerda RTOS nima? Oddiy umumiy maqsadli operatsion tizimdan qanday farq qiladi va real vaqt tizimida undan nima talab qilinishini ko'rib chiqamiz. Ikkinchi masala RTOS yadro arxitekturasi. Bu qismda monolit yadro va mikroyadro tushunchalarini o'rganamiz. Yadro ichida nimalar joylashganini va nima sababdan arxitektura tanlovi real vaqt tizimi uchun muhimligini tushunamiz. Uchinchi masala vazifa hayoti, ya'ni task RTOS ichida doimo bir xil holatda turmaydi. U ready, running, blocked yoki suspended kabi holatlarga o'tishi mumkin. Bu o'tishlar qachon va nima sababdan yuz berishini ko'ramiz. To'rtinchi masala sinxronizatsiya va prioritet inversiyasi. Bu yerda mutex, semafor, xabar navbati kabi mexanizmlarni ko'rib chiqamiz. Ayniqsa prioritet inversiyasi masalasiga e'tibor beramiz, chunki real vaqt tizimida prioritetlarni noto'g'ri tashkil qilish juda jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. 5-chi masala esa mashhur RTOSlar. Amaliyotda qaysi tizimlar ishlatiladi? FreeRTOS qayerda qulay?
VxWorks nima uchun aviatsiyada ishlatiladi, QNXning mikroyadro arxitekturasi nima bilan qiziq, Zephyr qaysi loyihalarda foydali, Linux premper qachon tanlanadi. Demak, rejamizni ikki katta qismga bo'lishimiz mumkin. Dastlabki ikki qismi RTOSning arxitekturasi, keyingi ikki qism RTOSning ichki mexanizmlari, oxirgi qismi esa amaliy tanlov. Demak, bugungi mavzusida eng ko'p e'tibor berishimiz kerak bo'lgan tushunchalardan biri prioritet inversiyasi. Chunki bu tushuncha RTOSni oddiy yuqori prioritet doim birinchi ishlaydi degan tasavvurning har doim ham to'g'ri emasligini ko'rsatib beradi. Endi eng asosiy savollardan biri bilan boshlaymiz. Nima uchun bizga alohida RTOS kerak? Nima uchun oddiy operatsion tizim yetarli emas? Axir Windows bor, Linux bor, MacOS bor, biza biladigan operatsion tizimlar. Ular juda tez ishlaydi. Zamonaviy kompyuterlarda prosessorlar juda kuchli. Unda nima uchun alohida real vaqt operatsion tizimlari kerak? Javob juda muhim. RTOSning asosiy maqsadi shunchaki tezlik emas, uning asosiy maqsadi javob vaqtini bashorat qilish. Masalan, tasavvur qiling, Windows yoki Linuxda biror dastur ochmoqdasiz. Odatda u juda tez ochiladi. Masalan, siz notepadni bosganingiz va u deyarli darhol ochildi, sezmadingiz uzilish. Lekin bizga deyarli darhol degan tushuncha real vaqt tizimi uchun yetarli emas. Agar tizimning javobi ba'zida juda tez, ba'zida esa kutilmaganda bir necha soniyaga cho'zilsa, xavfsizlik kritik tizim uchun bu juda katta muammo hisoblanadi. Shuning uchun 3 ta asosiy muammoga e'tibor beramiz. Birinchi muammo bashoratsizlik, ya'ni umumiy maqsadli operatsion tizimda vazifa qachon protsessor olishini oldindan aniq aytish qiyin. Tizim o'rtacha hisobda juda tez bo'lishi mumkin, lekin real vaqt tizimida bizga o'rtacha vaqt emas, eng yomon holat kerak. Masalan, vazifa o'tgan darsda aytganimizdek, odatda 10 millisekundda javob bersin, lekin ba'zan javob 5 millisekundga cho'zilsin. Agar bizning tizimimiz uchun maksimal ruxsat etilgan vaqt bundan kichik bo'lsa, o'rtacha 10 millisekund hech narsani anglatmaydi. Bizga o'sha 5 millisekundlik holat qiziq. Ikkinchi muammo virtual xotira. Umumiy maqsadli operatsion tizimlar virtual xotiradan foydalanadi. Swap yoki page fault yuz berishi mumkin. Masalan, dasturga kerak bo'lgan sahifa hozir operativ xotiradan bo'lmasa, uni boshqa joydan olib kelish kerak bo'ladi. Bu esa kutilmagan kechikishni yuzaga keltirishi mumkin. Real vaqt tizimida esa biz aynan shunday noma'lum kechikishlarni kamaytirishni xohlaymiz. Shuning uchun RTOSlarni xotirani oldindan bashorat qiladigan tarzda ajratish muhim. Uchinchi muammo adolatlilik. Umumiy maqsadli operatsion tizimlar vazifalarga nisbatan adolatli bo'lishga intiladi. Ya'ni bitta jarayon protsessorni butunlay egallab olib, boshqa jarayonlarni cheksiz kutishga majbur qilmasligi kerak. RTOSda esa vaziyat boshqacha. Bu yerda barcha vazifalar teng emas. Agar bitta vazifa juda muhim bo'lsa, u past prioritetli vazifadan ustun turishi kerak. Hatto kerak bo'lsa past prioritetli vazifa kutishga majbur qilishimiz mumkin. Shuning uchun RTOS bu tezroq operatsion tizim emas, balki javob vaqtini yuqori chegarasini nazorat qilish va kafolatlashga yo'naltirilgan operatsion tizim hisoblanadi. Real vaqt tizimida o'rtacha tez bo'lishdan ko'ra, eng yomon holatda ham qachongacha javob berishimni bilaman degan xususiyati muhimroq hisoblanadi. Shu yerda sizlarga savol, nima uchun o'rtacha tez ishlaydigan tizim va xavfsizlik kafolatini bera olmaydi? Nima uchun o'rtacha tez ishlaydigan tizim xavfsizlik kafolatini bera olmaydi? Chunki real vaqt tizimi uchun kam uchraydigan, lekin eng yomon kechikish ham muhim. Masalan, samolyot, avtomobil yoki sanoat boshqaruv tizimida 99% holatda hammasi yaxshi ishlashi yetarli emas. Muayyan kam uchraydigan vaziyatda deadline buzilsa ham
tizim xavfli holatga tushishi mumkin. Shuning uchun real vaqt tizimni falsafasi qanchalik tez emas, eng yomon holatda qanchagacha demak bajarilishi mumkin vazifamiz. Endi RTOSni aniq tarifini ko'rib olamiz. Demak, real time operating system vazifalarni qat'iy vaqt cheklovlari doirasida boshqarishga mo'ljallangan operatsion tizim. Bu tarifning eng muhim so'zi bu vaqt hisoblanadi. Oddiy operatsion tizim uchun vazifa oxir oqibat bajarilsa ko'p hollarda yetarli hisoblanadi, lekin real vaqt tizimlarida vazifa to'g'ri bajarilishi bilan birga o'z vaqtida bajarilishi kerak. Demak, to'g'ri natija plus to'g'ri vaqt hisoblanadi. RTOS vazifani eng yomon holatdagi javob vaqtiga yuqori chegara qo'yishga intiladi. Buning uchun apparat va dasturiy mexanizmlar birgalikda ishlaydi. Endi RTOSning asosiy funksiyalarini ko'ramiz. Birinchisi vazifalarni rejalashtirish. RTOS protsessordagi vazifalarni ustuvorlik va kerak bo'lsa deadline asosida taqsimlaydi. Ya'ni scheduler doimo quyidagi savolni beradi. Hozir qaysi vazifa ishlashi kerak? Ikkinchisi kechikishni cheklash. Masalan, uzilish sodir bo'ldi. Bizga juda muhim, ISR qachon boshlanadi? Agar uzilishga javob berish vaqti oldindan chegaralangan bo'lsa, real vaqt tizimni tahlil qilish osonlashadi. Xuddi shuningdek, kontekst almashinuvi ham nazorat qilinadigan vaqtga ega bo'lishi kerak. Uchinchisi resurslarni boshqarish. Protsessor, xotira, qurilmalar bularning barchasi boshqarilishi kerak. Real vaqt tizimlarida resurslarni shunday taqsimlash kerakki, kutilmagan kechikishlar imkon qadar kamaytirilishi kerak. To'rtinchisi bu sinxronizatsiya. Bir necha vazifa bir xil resursdan foydalanishi mumkin. Masalan, ikkita task bir sensor bilan ishlashi mumkin. Agar ikkalasi bir vaqtda murojaat qilsa, muammo paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun mutex, semafor va boshqa mexanizmlar kerak bo'ladi. Endi xulosa qiladigan bo'lsak, RTOS sifatini faqat uning o'rtacha unumdorligi bilan baholab bo'lmaydi. Bizga worst case latency, ya'ni eng yomon kechikish kerak bo'ladi. Bundan tashqari jitter ham muhim. Jitterni o'tgan darsimizda ham, o'tgan mavzumizda ham ko'rgandik. Ya'ni vaqtning tebranishi, ya'ni bir xil vazifa turli holatlarda turli vaqtda bajarilish darajasi bu jitter edi. Tasavvur qiling, signal har 1 millisekundda kelishi kerak, lekin agar u bir safar 1 millisekund, keyingi safar 1/100 millisekund, keyingi safar 1/8 millisekund bo'lsa, demak tizimda vaqt tebranishi bor. Shuning uchun real vaqt tizimida nafaqat tezlik, balki bashorat qiluvchanlik ham muhim. Endi umumiy maqsadli operatsion tizim bilan RTOSni to'g'ridan-to'g'ri taqqoslaymiz. Mezonlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi mezon optimallashtirish maqsadi. Umumiy maqsadli operatsion tizim, ya'ni General Purpose Operation System GPOS deb ataladi. Odatda o'rtacha unumdorlikni, throughputni oshirishga harakat qiladi. RTOS esa eng yomon holatdagi kechikishni nazorat qilishga intiladi. Bu juda katta farq hisoblanadi. Ikkinchi mezon rejalashtiruvchi. GPOSda adolatli va dinamik rejalashtirish muhim. RTOSda esa qat'iy, prioritetli, preemptiv rejalashtirish juda muhim rol o'ynaydi. Ya'ni yuqori prioritetli vazifa tayyor bo'lsa, u past prioritetli vazifani to'xtatishi mumkin. Uchinchi mezon yadro kechikishi. Oddiy tizimlarda kechikish o'zgaruvchan bo'lishi mumkin. RTOSda esa bu kechikish chegaralangan bo'lishi kerak. To'rtinchi mezon xotira. GPOS virtual xotira, swap va dinamik ajratishdan keyin foydalanishi mumkin. RTOS esa ko'pincha statik va oldindan bashorat qiladigan xotiraga ajratish afzal. Nega? Chunki swap yoki page fault kabi hodisalar biz kutmagan kechikishni keltirib chiqarishi mumkin.
Beshinchi mezonimiz bu yadro hajmi. Masalan, FreeRTOS kabi tizimni yadrosini juda kichik bo'lishi mumkin. Bu uni mikrokontrollerda ishlatish imkonini beradi. Nima uchun swap real vaqt tizimi uchun xavfli? Chunki swap sababli xotiraga murojaat qilish vaqti oldindan aniq bo'lmay qolishi mumkin. Real vaqt tizimi esa aynan mana shu noma'lumlikni kamaytirishga intiladi. Shuning uchun RTOSni tanlashda bu tizim qanchalik tez degan savoldan ko'ra, bu tizim eng yomon holatda kechikish qanday degan savol ko'proq ahamiyatga ega hisoblanadi. Takror aytaman. Endi RTOSning ichki tuzilishini qaraymiz. Bu slaydda tizim qatlamlarga ajratilgan, pastdan yuqoriga qarab, demak, apparat, BSP driverlar, kernel, RTOS xizmatlari, application task. Eng avval pastdan boshlasak, apparat bu protsessor, xotira va periferik qurilmalar, masalan, timer, ADS kabi qurilmalar ham shu qatlamga tegishli. BSP va driverlar bu BSP deganimiz board support package, ya'ni RTOSni aniq bir palata yoki apparat platformasi bilan bog'laydigan qatlam hisoblanadi. Masalan, protsessorni timeri qanday ishlaydi, uzilish kontrolleri qanday ishlaydi, UARTga qanday murojaat qilamiz, bularni BSP va driverlar ta'minlab beradi. Kernel bo'lsa keyingi qatlam, masalan, kernel bo'lsa keyingi qatlam yadro. Bu yerda scheduler, context switch va interrupt dispatch kabi eng muhim mexanizmlarda ishlaydi. RTOS xizmatlari, masalan, bu qatlam dasturchiga API beradi. Masalan, APIda task yaratish, mutex, semafor, timer, xotira boshqaruvlar kelishi mumkin. Application tasksda eng yuqorida application tasksda ilova vazifalari o'zbekchasida eng yuqori biz yozadigan dasturiy vazifalar joylashadi. Masalan, boshqaruv sikli, aloqa vazifasi yoki diagnostika. Bu qatlamlarni bitta muhim fikr birlashtiradi. Vaqt kafolati pastdan yuqoriga qarab quriladi. Agar apparat timeri aniq bo'lmasa, kernel ham aniq ishlay olmaydi. Agar kernelni kechikishi chegaralanmagan bo'lsa, application darajasi mening taskim deadline'ga albatta ulguradi deb kafolat berish qiyin. Shuning uchun real vaqt tizimida faqat application kodiga qarash noto'g'ri. Ba'zida muammo yomon yozilgan driverda boshlanadi. Demak, real vaqt tizimini butun zanjir sifatida ko'rishimiz kerak, apparatdan boshlab applicationgacha. Endi RTOSning yadro arxitekturasiga o'tamiz. Bu yerda ikkita asosiy yondashuvni ko'ramiz: monolit yadro va mikroyadro. Ularning asosiy farqi yadro rejimida qancha kod ishlashi. Monolit yadroda ko'plab xizmatlar yadro rejimida ishlaydi. Nomidan kelib chiqib, masalan, driver, fayl tizimi, tarmoq steki, ular yadro bilan bevosita integratsiyalashgan. Buning afzalligi tezligida. Komponentlar bir-birini to'g'ridan-to'g'ri chaqirishi mumkin. Shuning uchun qo'shimcha jarayonlar aro xabar almashinuv kerak bo'lmaydi va kamroq bo'ladi. Lekin katta kamchiligi bor. Agar yadro rejimida ishlayotgan bir driver jiddiy xato bo'lsa, bir driverda, bu butun tizimga ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni monolit yadro tez, lekin izolyatsiya darajasi pastroq hisoblanadi. Endi mikroyadroda esa yadro ichida faqat eng zarur mexanizmlar qoldiriladi. Masalan, rejalashtirish, IPS va uzilishlarni boshqarish. Driverlar va fayl tizimi kabi xizmatlar alohida jarayon sifatida ishlashi mumkin. Bu izolyatsiyani oshiradi. Masalan, bitta xizmat ishdan chiqsa, butun tizim qulab tushmasdan faqat shu xizmatni qayta ishga tushish mumkin. Ayniqsa xavfsizlik va ishonchlik talab qilinadigan tizimlarda juda foydali, lekin buning narxi bor. Xizmatlar bir-biri bilan xabar almashgani uchun qo'shimcha vaqt sarflanadi.
Demak, umumiy qarama-qarshilikni shunday eslab qolamiz. Monolitda tezlik, mikroyadroda izolyatsiya va ishonchlilik kuchli hisoblanadi. Masalan, QNX neytrino mikroyadro arxitekturasidan foydalanadi. Bu avtomobil kabi tizimlarda muhim bo'lishi mumkin. Masalan, tasavvur qiling, avtomobilni infotainment tizimida biror dastur quladi. Agar arxitektura to'g'ri tashkil qilingan bo'lsa, bu hodisa boshqa muhim boshqaruv funksiyalariga ta'sir qilmasligi kerak. Shu sababli izolyatsiya real vaqt va xavfsizlik kritik tizimlarida juda muhim hisoblanadi. Demak, har birini o'zini ishlatiladigan joyi bo'ladi. Endi RTOSdagi eng asosiy obyektlardan biri bu task, ya'ni vazifaga o'tamiz. Har bir vazifa doimo protsessorda ishlamaydi. U turli holatlardan o'tadi. Asosiy holatlari demak ready, running, blocked. Bundan tashqari suspended holat ham mavjud. Ready degani bu vazifa bajarilishga tayyor, lekin hozir protsessorda boshqa vazifa bilan band. Masalan, A vazifa ishlab turibdi, B vazifa esa bajarilishi mumkin, lekin uning prioriteti pastroq, demak B ready holatda turadi. Keyingisi running. Bu holatda vazifa ayni paytda protsessorda ishlayapti, running bo'lib turibdi. Bir yadroli protsessorda bir vaqtning o'zida faqat bitta vazifa running bo'la oladi. Keyingisi blocked. Bu juda muhim holat. Blocked vazifa protsessorni kutib o'tirmaydi. U biror hodisani kutadi. Masalan, semafor, xabar, timer, resurs. Shu sababli blocked holatdagi task protsessor vaqtini behuda egallamaydi. Bu juda muhim RTOS dasturlash qoidasi. Kutish uchun busy wait yozmaslik kerak. Masalan, noto'g'ri yondashuv, biror hodisa bo'ladimi deb doimiy ravishda tekshirib turish bu protsessorni behuda band qiladi. To'g'ri yondashuv, bloklanuvchi API yordamida kutish. Hodisa yuz berganda task yana ready holatga qaytadi. Suspended. Bu holatda task rejalashtiruvchidan vaqtincha chiqarilgan bo'ladi. Endi transitionlarga qaraymiz. Running vazifa preemption natijasi ready bo'lishi mumkin. Masalan, unda yuqori prioritetli vazifa tayyor bo'ladi yoki running vazifa resurs kutib blocked holatga o'tishi mumkin. Blocked vazifa kutayotgan hodisasi sodir bo'lsa, yana ready holatga qaytadi. Bu diagrammani tushunish uchun juda muhim. Chunki keyingi scheduler mavzusida aynan shu holatlar bilan ishlaymiz. Endi RTOSni juda muhim mexanizmi context switch, ya'ni kontekstli almashuv hisoblanadi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, protsessorni bir vazifadan boshqasiga o'tkazish. Tasavvur qiling, hozir A task ishlayapti. Shu paytda yuqori prioritetli B task tayyor bo'ldi. RTOS A ni to'xtatib, B ni ishga tushirish kerak. Buni qanday amalga oshiradi? Birinchi bosqich uzilish yoki tizim chaqiruvi. Masalan, timer uzilishi kelishi mumkin yoki dastur RTOS API funksiyasini chaqiradi. Ikkinchi bosqich joriy kontekstni saqlash. Protsessor registrlarni program counter, stack pointer va boshqa zarur ma'lumotlar task control block tuzilmasida saqlanadi, ya'ni TCBda deb qisqartirib aytsak bo'ladi. Unda tasklar identifikatori, holati, prioriteti, stack prioriteti, registrlari, statistikasi kabi ma'lumotlar saqlanishi mumkin. Endi juda muhim masala, context switch bepul emas va uning o'z vaqt narxi bor. Zamonaviy mikrokontrollerlar bu vaqt odatda mikrosekundlar tartibida bo'lishi mumkin. Agar kontekst juda tez almashtirilsa, protsessorning ma'lum qismi foydali ishga emas, aynan shu boshqaruv ishlariga sarflanadi.
Bunga yana cache va pipeline holatlarini yangilanish kabi qo'shimcha xarajatlar ham ta'sir qiladi. Shuning uchun real vaqt tizimining visetini hisoblashda context switch bilan bog'liq xarajatlarni ham hisobga olish kerak bo'ladi. Endi biz RTOSning miyasi deb qarash mumkin bo'lgan komponent scheduler, ya'ni scheduler qanday qaror qabul qiladi? Demak, ya'ni rejalashtiruvchiga o'tamiz. Schedulerning asosiy savoli juda oddiy. Hozir qaysi task ishlashi kerak? Ya'ni jadval deganga o'xshab ketadi, rejalashtirish. Lekin bu savolga, hozir qaysi task ishlashi kerak degan savolga javob tizimni butun ishlashini belgilaydi. Birinchi yondashuv preemptive prioritetli rejalashtirish. Bu RTOSlarda juda keng tarqalgan. Agar yuqori prioritetli vazifa ready holatga o'tsa, scheduler joriy past prioritetli vazifani to'xtatib, yuqori prioritetli vazifaga protsessorni berishi mumkin. Masalan, past prioritetli task ishlayapti. Birdan muhim sensor hodisasi yuz berdi. Sensor bilan ishlaydigan task yuqori prioritetga ega. U ready bo'lishi bilan scheduler uni ishga tushiradi. Ikkinchi yondashuvda esa kooperativ rejalashtirish. Bu yerda task protsessorni o'zi bo'shatadi. Masalan, yield qiladi. Bu yield deb ataladi. Bu sodda lekin xavfli tomoni bor. Agar task protsessorni bo'shatmasa yoki juda uzoq ishlasa, boshqa tasklar kutib qoladi. Shuning uchun bitta yopishib qolgan task butun tizimga ta'sir qilishi mumkin. Uchinchi yondashuv bu round robin. Bir xil prioritetli vazifalar protsessor vaqtini navbat bilan oladi. Har biriga vaqt kvanti beriladi. Bu ko'pincha preemptive rejalashtirish bilan birga ishlatiladi. Endi scheduler latency masalasiga o'tamiz. Real vaqt tizimida kechikishni bitta raqam bilan tushuntirish xato. U bir nechta qismlardan tashkil topishi mumkin. Birinchisi interrupt latency. Ya'ni uzilish signalidan ISR boshlangungacha bo'lgan vaqt. Ikkinchisi ISR bajarilish va vazifani uyg'otish. Uchinchisi scheduling decision, ya'ni schedulerni ready tasklar orasidan keraklisini tanlab oladi. To'rtinchisi context switch. Registrlar saqlanadi va yangi task konteksti tiklanadi. Shuning uchun RTOS kechikishi faqat context switch emas, bu jarayonning barcha qismlarini ko'rib chiqishi kerak. Endi bir necha task mavjud bo'lgan tizimlarda juda muhim muammoga o'tamiz. Tasklar bir-biri bilan qanday aloqa qiladi va umumiy resursdan qanday xavfsiz foydalanadi? Buning uchun RTOS maxsus sinxronizatsiya obyektlarini beradi. Demak, bu yerda sinxronizatsiya va aloqa vositalari. Birinchisi mutex. Mutex umumiy resurslarga bir vaqtning o'zida faqat bitta task kirishini ta'minlaydi. Bu yerda owner, ya'ni egasi tushunchasi bor. Mutexni qaysi task olgan bo'lsa, odatda o'sha task uni bo'shatadi. Bu juda muhim, chunki mutex prioritet merosi mexanizmini qo'llab-quvvatlashi mumkin. Ikkinchisi semafor. Semafor resurslar sonini hisoblash yoki hodisani signal qilish uchun ishlatilishi mumkin. Binar semafor bo'lishi mumkin, counting semafor ham bo'lishi mumkin. Yoki mutexdan asosiy farqi semaforda owner tushunchasi yo'q. Masalan, bir task semaforni berib, boshqa task uni olishi mumkin. Uchinchisi message queue, ya'ni xabar navbati. Bu tasklar orasida ma'lumot uzatish uchun ishlatiladi.
bir task ma'lumotlarni navbatga qo'yadi, boshqa task uni oladi. Bu usulda ma'lumot nusxalanishi mumkin. Shuning uchun umumiy xotirada foydalanish bilan bog'liq ayrim xavflar kamayadi. To'rtinchisi event flag, ya'ni hodisa bayrog'i. Bir nechta shartni bajarilishini kutish uchun foydalanish mumkin. Masalan, A va B yoki A yoki B bo'lishi mumkin. Mantiqiy ishlashda va yoki deganlarni o'tgansizlar. Endi juda muhim qoidani eslab qoling. Umumiy o'zgaruvchini himoyalash uchun mutex, hodisani signal qilish uchun semafor, ularni almashtirib yuborish RDOS dasturlashda tipik xato hisoblanadi. Endi bugungi mavzuning eng muhim qismlaridan biriga keldik. Bu priority inversion, ya'ni prioritet inversiyasi. Oddiy fikrimiz shunday: agar H yuqori prioritetli task bo'lsa, u L past prioritetli task har doim oldin ishlaydi. To'g'rimi? Ha, nazariy jihatdan ha, lekin umumiy resurslar mavjud bo'lsa, muammo yuzaga kelishi mumkin. Masalan, 3 ta task olsak, H yuqori prioritetli, M o'rta prioritetli, L past prioritetli bo'lsa, avval L ishlayapti. L umumiy resursni, masalan, mutex bilan himoyalangan resursni egallaydi. Endi H uyg'ondi. H uchun shu resurs kerak. L resursni ushlab turgani uchun H uni ola olmaydi. Demak, H blocked holatga o'tadi. Endi M ishga tushadi. M ni prioriteti L dan yuqori. Shuning uchun M L ni siqib chiqaradi. Natijada qanday vaziyat yuzaga keladi? H eng yuqori prioritetli task, L eng yuqori prioritetli task. L resursni ushlab turibdi. L esa M sababli ishlay olmayapti. H esa L ni kutyapti. Demak, H amalda M tugashini kutib qoladi. Bu priority inversion bo'ladi. Eng muhim muammo shundaki, H ning kechikishi M bilan bog'lanib qoldi. Aslida H va M o'rtasida to'g'ridan to'g'ri resurs bog'liqlik yo'q. Lekin L va H o'rtasida mutex sababli M bilvosita H ga ta'sir qilmoqda. Bu real vaqt tizimi uchun xavfli hisoblanadi, chunki H ning javob vaqti nazariy jihatdan kutilganidan ancha oshib ketishi mumkin. Bu muammoni mashhur amaliy misoli Mars Pathfinder. 1997-yilda Marsdagi Pathfinder apparatida prioritet inversiyasi bilan bog'liq muammo yuzaga kelgan. Tizim qayta ishga tushgan. Muammo Watchdog tomonidan aniqlanib, tizim tiklanib turgan. Keyinchalik muammoning sabablaridan biri VxWorks ostidagi prioritet inversion ekanligi aniqlangan. Muammo masofadan turib dasturiy yangilash orqali hal qilingan. Bu misol bizga juda muhim narsani ko'rsatadi. Ya'ni prioritetlarni belgilashning o'zi yetarli emas. Resurslardan foydalanish mexanizmi ham real vaqt talablariga mos bo'lishi kerak. Shu yerda bir savol tug'iladi. Masalan, H ni javob vaqti nimaga bog'liq bo'lib qoldi? M ni bajarilish vaqtiga. Lekin H ni M bilan to'g'ridan to'g'ri bog'liqligi yo'q edi. Mana shu priority inversion mohiyati hisoblanadi. Endi muammoni yechimini ko'ramiz. Asosiy ikkita mexanizm. Priority Inheritance Protocol PIP va Priority Ceiling Protocol PSP. Birinchi usul Priority Inheritance. Bizning oldingi misolimizga qaytamiz. L past prioritetli task edi, H esa yuqori prioritetli task. H L ushlab turgan resursni kutib qoldi. Shunda L ning prioriteti vaqtincha H ni prioritetiga ko'tariladi. Endi M, ya'ni o'rta prioritetli task L ni siqib chiqara olmaydi. Shunday qilib L resursni tezroq bo'shatadi.
Resurs bo'shatilgach, L ning prioriteti yana avvalgi qiymatga qaytadi. Bu juda oddiy lekin kuchli mexanizm. L vaqtincha yuqori prioritetli bo'lib qoladi, chunki u yuqori prioritetli hash uchun kerak bo'lgan resursni ushlab turibdi. Ko'pchilik retoslarda mutexlar bilan priority inheritance mexanizmi mavjud, lekin pipning kamchiliklari ham bor. Masalan, zanjirli bloklanish yoki deadlock ehtimoli saqlanib qolishi mumkin. Endi ikkinchi mexanizm priority ceiling protokol. Bu yerda har bir resursga oldindan shift yoki ceiling darajasi belgilanadi. Bu daraja resursdan foydalanishi mumkin bo'lgan taskning eng yuqori prioritetiga bog'liq. Task resursni egallaganda uning prioriteti shu ceiling darajasiga ko'tariladi. Natijada boshqa yuqori prioritetli tasklar sababli yuzaga keladigan bloklanish tartibliroq boshqariladi. PSPning kuchli jihatlaridan biri deadlockni tizimli ravishda oldini olish imkoniyati, lekin buning uchun tizimni oldindan yaxshi tahlil qilish kerak. Shuning uchun xavfsizlik kritik tizimlarda bunday protokollar juda muhim. Amaliy qismlardan eslab qolishingiz kerak bo'lgani, free retosda mutex va binar semafor bir xil narsa emas. Mutex resursni himoyalash uchun kerak, binar semafor esa hodisani signal qilish kabi vazifalar uchun ishlatilishi mumkin. Ayniqsa priority inheritance kerak bo'lgan holatda mutexdan foydalanish muhim. Demak, pip protokolda mutexdan foydalanish muhim hisoblanadi. Endi nazariyadan amaliyotga o'tamiz. Dunyoda bitta eng yaxshi retos mavjud emas. Retos tanlovi bir nechta omillarga bog'liq. Masalan, qaysi sohada ishlatiladi, apparat resurslari qancha, qanday sertifikatlash talab qilinadi, litsenziya qanday driver va tarmoq imkoniyatlari kerak. Demak, slaydda 5 ta retos ko'rsatilgan. FreeRTOS, Wixworks, Coinix, Zephyr, Linux degan retoslar ko'rsatilgan. Demak, bularni ko'rib chiqadigan bo'lsak, FreeRTOS ixcham va ochiq manbali mikrokontroller va IoT uchun juda qulay. Uning asosiy kuchli tomoni kichik hajm va keng apparat bordlari. Wixworks tijoriy retos aviatsiya, kosmos, mudofaa va sanoat kabi sohalarda ishlatiladi. Kuchli tomoni uzoq yillik sertifikatlash tajribasi hisoblanadi. Coinix Neutrino mikroyadro arxitekturasiga asoslangan. Asosiy kuchli tomoni izolyatsiya va nosozlikka chidamli avtomobil, tibbiyot va sanoat tizimlarida ishlatiladi. Zephyr zamonaviy ochiq manbali retos hisoblanadi. IoT sensorlar va keladigan qurilmalarda qo'llaniladi. Tarmoq steki, Blay, USB va fayl tizimi kabi imkoniyatlar mavjud hisoblanadi. Linux Preemptive RT nomli retosimiz bu alohida yangi operatsion tizim sifatida emas, Linux yadrosini real vaqtga moslashtirilgan rejimi sifatida qaraladi. To'liq Linux ekotizimidan foydalanish imkonini beradi. Masalan, robototexnika va sanoat tizimlarida foydali bo'lishi mumkin. Endi tanlash masalasini tasavvur qiling. Masalan, sizga dron uchish tizimi kerak. Qaysini tanlaysiz? Bu savolga bitta universal javob yo'q. Agar juda kichik mikrokontroller bo'lsa, FreeRTOS yaxshi bo'lishi mumkin. Agar ko'proq zamonaviy IoT ekotizimi kerak bo'lsa, Zephyr. Agar Linux katta ekotizimi kerak bo'lsa, Preemptive RT bo'lishi mumkin. Demak, retosni tanlash texnik kompromiss masalasi hisoblanadi. Endi
ikkita professional RTOSga alohida to'xtalamiz. VxWorks va QNX. Avval VxWorks 1987-yilda Wind River System tomonidan yaratilgan. U modulli monolit yadroga ega va determinizmga qat'iy yo'naltirilgan. Uning kuchli jihatlaridan biri sertifikatlash sohasida tajribasi. Masalan, DO 178S, IS 61508, ISO 26262 kabi standartlar bilan bog'liq sertifikatlash talablari muhim bo'lgan sohalarda VxWorks yechimlari mavjud. Ayniqsa aviatsiya, kosmos, mudofaa va sanoat robotlari da muhim. Nega sertifikatlash shunchalik muhim? Chunki aviatsiya kabi sohada dasturiy ta'minot shunchaki ishlayapti degan sabab bilan qabul qilmaydi. Uning ishonchliligi va ishdan chiqilish jarayoni ham asoslanishi kerak. Shuning uchun ba'zan tayyor sertifikatlash imkoniyatiga ega RTOSdan foydalanish iqtisodiy jihatdan ham ma'qul bo'ladi. VxWorks bilan bog'liq mashhur misollardan biri Mars apparati. Yuqorida ko'rib o'tganimizdek. Endi QNX. QNX Nitro mikroyadro arxitekturasidan foydalanadi. Bu yerda driverlar va fayl tizimi kabi xizmatlar foydalanuvchi rejimida ishlashi mumkin. Natijada bir xizmat qulasa, butun tizimni qulatmasdan faqat o'sha xizmatni qayta ishga tushirish imkoniyati mavjud. Bu avtomobil tizimlari uchun juda muhim hisoblanadi. FreeRTOS, Zephyr va Linux Preempt-RT. Demak, endi ochiq manbali zamonaviy yechimlarga o'tamiz. Birinchisi FreeRTOS. 2003-yilda Richard Berry tomonidan yaratilgan. Hozir AWS tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Uni eng katta afzalligi juda kichik yadrosi bor. U bir necha kilobayt hajmda bo'lishi mumkin. Shu sababli u kichik mikrokontrollerda ishlashi mumkin. Masalan, ARM, Cortex-M, RISC-V, AVR, ESP32 kabi platformalarda ishlatiladi. Qo'llanish sohalari ham juda keng. Aqlli uy, sensor tugunlari, dronlar, kichik robotlar bo'lishi mumkin. Endi keyingisi Zephyrga o'tamiz. Zephyr Linux Foundation loyihasi, Apache 2 litsenziyasiga ega. Uni afzalligi shundaki, faqat scheduler bilan cheklanib qolmaydi. Unda tarmoq steki, USB, fayl tizimi kabi imkoniyatlar ham mavjud. Device tree va config orqali konfiguratsiya qilinadi. Bu Linux bilan ishlagan dasturchilardan bo'lishi mumkin. Zephyr ayniqsa IoT gateway, variable qurilmalar va sanoat sensori uchun qiziqarli hisoblanadi. Keyingisi, uchinchisi Linux Preempt-RT. Bu alohida minimal RTOS emas, bu Linux yadrosini real vaqt talablariga moslashtirilgan mexanizm hisoblanadi. Preempt-RT yadroni ko'plab qismlarini preemptiv qilishga qaratilgan. Natijada Linuxni to'liq imkoniyatlari bilan birga real vaqt xususiyatlarini yaxshilanadi. Endi amaliy jihatdan eng foydali savolga keladigan bo'lsak, RTOSni qanday tanlash kerak? Birinchi mezonlarni ko'rib chiqsak, tanlash mezonlarini birinchi mezoni kechikish talabi. Demak, bizga mikrosekund darajasidagi javob kerakmi yoki millisekund yetarlimi? Bu savol RTOS tanloviga juda katta ta'sir qiladi. Ikkinchi mezon apparat resurslari. Qancha RAM bor? Qancha protsessor? Qancha flash? Qancha arxitektura? Uchinchi mezon sertifikatlash. Agar tizim aviatsiya, avtomobil yoki xavfsizlik kritik sanoatlarga tegishli bo'lsa, DO 178S, ISO 26262, IS 61508 kabi talablar ham muhim bo'lishi mumkin. To'rtinchi mezoni ekotizim. Bizga kerakli driverlar bormi? Tarmoq steki mavjudmi? Sinov vositalari bormi? Debugging imkoniyati qanday? Beshinchi mezon litsenziya va TSO.
ya'ni umumiy egalik qiymati. Endi RTOS va dasturlashdagi tipik xatolarni ko'ramiz. Birinchi xato resurs himoyasi uchun mutex o'rniga binar semafordan foydalanish. Bu ikki obyekt bir xil maqsadga ega emas. Endi ikkinchi xato busy wait. Ya'ni task hodisasi kutilayotgan bo'lsa, protsessorni doimiy tekshiruv bilan band qilish. Bu protsessor resursini behuda sarflaydi. Uchinchi xato ECR ichida uzun hisoblash yoki bloklanuvchi chaqiruv bajarish. ECR imkon qadar qisqa bo'lishi kerak. To'rtinchi xato tasklarga o'ylamasdan prioritet berish. Noto'g'ri prioritetlar priority inversion yoki starvation kabi muammolarga olib kelishi mumkin. Beshinchi xato stek hajmini juda kichik belgilash. RTOSda har bir taskni o'z steki bor, dasturchi uni ataylab belgilaydi. Agar stek juda kichik bo'lsa, kam uchraydigan holatda chuqur funksiya chaqiruvi yoki katta lokal massiv sababli stek overflow yuz berishi mumkin. Eng yomoni bu xato dasturdagi butunlay boshqa joyda namoyon bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun stack monitoring va waitmark kabi mexanizmlardan foydalanish foydali hisoblanadi. Endi bugungi darsimizni, bugungi mavzumizni asosiy xulosalarini birgalikda takrorlab chiqamiz. Demak, birinchi asosiy fikrimiz RTOS tezroq operatsion tizim degani emas, RTOSning asosiy kuchi bashorat qiluvchanlik, ya'ni bizga eng yomon holatda kechikish muhim. Ikkinchi fikr yadro arxitekturasi, tezlik va ishonchlik o'rtasidagi murosa. Uchinchisi demak, RTOSning asosiy mexanizmlari, task holatlari, context switch, preemptive scheduler juda muhim. Task ready, running va blockit kabi holatlar orasida o'tadi. To'rtinchi eng muhim fikr priority inversion. Real xavf. Yuqori prioritetli task past prioritetli task egallab turgan resursni kutib qolishi mumkin. Buni kamaytirish yoki nazorat qilish uchun priority inheritance yoki PIP yoki PSP protokollari mavjudda ekan. Priority scaling protokol degan protokollarimiz mavjudda bo'ldik. Demak, beshinchi fikr RTOS tanlovi vazifalarga bog'liq ekan. Endi ma'ruzamizni mustahkamlash uchun savollar berilgan. Bu savollarga o'zingiz o'qib javob berishga harakat qilib ko'ringlar. Mavzu davomida takrorlash uchun shulardan foydalansangizlar bo'ladi. Yoki savol javob qilib olsak ham bo'ladi. Endi bugungi ma'ruzamizni yakunlaydigan bo'lsak, bugun biz RTOSni oddiy operatsion tizimdan ajralib turadigan eng muhim jihatini ko'rib chiqdik. Real vaqt tizimida faqat natijani to'g'riliq emas, uni o'z vaqtida olinishini ham talab qilinadi ekan RTOSda. Demak, RTOS arxitekturasini ko'rdik, monolit yadro, mikro yadro o'rtasidagi farqni, taskni ready, running, blocked, suspended holatlarini o'rgandik. Context switch qanday amalga oshirishini ko'rdik. Schedulerni qaror qabul qilish mexanizmini tushundik. Mutex, semafor, message queue, event flaglarni ko'rib chiqdik. Eng muhimi priority inversion muammosini hal qildik. Demak, RTOS dasturlar shunchaki task yaratish yoki schedulerni ishga tushirishi emas, muhim tushunchalarni sizlar bilan darsda ko'rib chiqdik. Endi keyingi ma'ruzada shu bo'limlarimizga tayangan holda rejalashtirish algoritmlari va resurslarni boshqarish masalasiga o'tamiz. Ayniqsa RMS, EDF algoritmlarini ko'rib chiqamiz keyingi darsda. Bugungi ma'ruza uchun rahmat, e'tiboringiz uchun rahmat talabalar. Keyingi ma'ruzaga tayyorlanishda protsessor utilizatsiyasi,
oddiy davriy vazifalar to'plami misollarini ko'rib chiqsangizlar bo'ladi. Agar bu darsimiz yaxshi tushunarli bo'lmagan bo'lsa, o'zingiz internetdan boshqa bir ma'lumotlarni qidirib o'rganishingiz mumkin yoki video darsni qayta ko'rib tushunishlaringiz mumkin. Boshida tushunarsizlikni tuyulgan bilan amaliyotlarni ishlasangizlar, mavzularni takror video darslarni ko'rsangizlar tushunish oson bo'ladi. Hammaga rahmat.